Birgina telefon orqali sizlarga pul ishlaydigan YouTube kanalini ochishni o'rgataman. Kelinglar, videoni ko'rishdan oldin like bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Chrome'ga kiramiz. Yozamiz bu yerga sign in deb. Men qizil strelkada ko'rsatib boraveraman, qayerga nima yozganimni va nimani bosganimni. Pochta qidiramiz. Google account chiqadi. Biz birinchi o'rinda pochta ochib olishimiz kerak bo'ladi. Sozdad account. Qizilda belgilab ketyapman, qayerga va nimalarni bosayotganimda. Bu yerda kanal ochamiz. YouTube kanal. Bu yerda ism va familiya yozsa bo'ladi yoki kanal nomini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Amerika kanal deb qo'yaman. Men sizlarga prosta qanaqa qilib ochishni o'rgatmoqdaman. Yoki kanalning nomini qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi u yerga. Birdaniga. Bu yerga 22 va bu yerda qaysi oyda tug'ilganimizni yozamiz. Nechinchi yilda yozamiz. O'zlaring yillarni yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Men farqi yo'q yilni yozdim. Kelinglar. Mana to'ldiramiz. Muskoy qizlarniki jenskiy, o'l bolaki muskoy to'ldiramiz va dalini bosamiz. Amerika kanal 32 deganini mana olamiz. Mana shu pochtani ochmoqchimiz. Ochilmoqda. Parol qo'y deyapti. Parolni biz 1 2 3 4 5 6 7 8 u ja 1 2 3 4 5 6 7 8 u kuchukcha qo'yamiz. Ketdi. Kanalimiz ochilmoqda. Bu yerda nomer so'rayapti. Nomer kiritish kerak bo'ladi. Telefon raqamlaringizni kirsalaring bo'ladi yoki sizlarda tashlab ketish bo'limi ham chiqishi mumkin. Bu yerda nomer kirsalaring yaxshi bo'ladi. Kelinglar, bu yerga nomer kiritib ko'ramiz. Nomer kirityapman. Ketdi, dalini bosamiz. Qizil strelkada hammasini ko'rsatib boryapman. Nomerga kod bordi. Bu yerda nomerga kelgan kod teramiz. Bizni hozir adminimizga ketdi. Kod nechi? 673 011. Mana shu kod kelgan kodni kiritasizlar, o'zlaringga kelgan kodni. Mana. Endi bu yerda adres deb turibdi, buni o'tkazib yuborsalar ham bo'ladi. Va qizil belgida ko'rsatayotganimda bosasizlar. Keyin dali. Pastroqqa tushasizlar degan.